Bolajonim, kofe foydalimi, zararlimi? Amerikada o'tkazilgan keng qamrovli tadqiqotda ichimliklar orasida foydaliligi jihatdan suvdan keyingi o'rinni egalladi. Qiziqarli tomoni shundaki, choy bilan qahva bitta o'rinda turibdi. Me'yoriga ichilgan qahva organizm uchun juda katta foyda keltiradi. Qahva terapiyada, jigarda yog'ini eritish uchun, gepatit, gepatozda qora achchiq kofe, gormonal fonni tiklash uchun klimaksda vita kofe, xotira pastligi, Parkinson, bosh miya bilan bog'liq muammoga liosmani kofe, prostatitda, ginekologik, urologik kasallikda ayu kofe, buyrak og'rig'i, yurak kuchsizligida cordyceps kofe, ichak muammosiga linji kofe, migrenga zimoka,